Davlatimiz rahbarining yoshlar o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi, deya aytgan so'zlari bugun mamlakatimizda yosh avlodning ma'naviy kamoloti yo'lida olib borilayotgan islohotlarning bosh g'oyasiga aylandi. Zero kitob o'qigan yoshlar nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrli va yuksak dunyoqarashli insonlar bo'lib voyaga yetadi. Aynan shu oliy maqsad yo'lida o'tgan yili minglab kitob ixlosmandlarini birlashtirib, yoshlar qalbida katta taassurot qoldirgan Kitob olami festivali bu yil yana yangi ruh va kengroq ko'lam bilan qaytmoqda. Tashabbuslar marafoni doirasida 28-iyun kuni Toshkent shahridagi Yoshlar ijod saroyi kitob, ijod va ilhomga oshno maskanga aylanadi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi hamda O'zbekiston noshirlari va kitob savdosi tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi hamkorligida tashkil etiladigan mazkur kitobxonlik festivali davomida kitobsevarlar uchun ko'plab qiziqarli imkoniyatlar yaratiladi. Tadbir davomida sizni O'zbekiston va xorijiy nashriyotlarining yangi kitoblari taqdimotlari, kitoblarni chegirmalar bilan xarid qilish imkoniyati, taniqli yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar, mualliflar imzosi tushirilgan kitoblar hamda qiziqarli viktorinalar kutmoqda. Eng faol ishtirokchilar uchun esa maxsus kitob sovg'alari ham tayyorlangan. Festival doirasida mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan faol, tashabbuskor va fidoyi yoshlarga O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni tantanali ravishda topshiriladi. Keling, bilim, ma'rifat va ilhom maskanida uchrashamiz.